aka ukalar, mana kurashimizni endi kattartirib boshlaymiz. Kattartirishdan oldin shu yerda kurashgan yigitlarimiz va bakovul bo'lgan yigitlarimiz o'rtaga bir chaqiraman. Bir duo olib berib, mana shu yigitlarga, mana shulardan bir duo olamiz, yoshi kattalar. Yeshanbo'jon oldimizda o'tib kelgan Yeshanbo keling, bir duo berasiz yana bir. Mana shu polvonlarimizga. Yeshanbo o'rtaga keling. Hozir kimdir? 820 damas yonyapti yo'lda. 820 damas yonyapti dedi. Chiqinglar srochno. Finishkara belab turadi. 820. Og'aylar, mana Shavkat degan ishbilarmon ukamiz bir niyat qilib sherga bir yaxshi zot qo'yyapti. O'zini nomidan mana 3 million pul olib kelib turibdi. Shavkatjon topganlari to'ylarga ketsin. Farzandlarini kamolini ko'rsin. Hali bolalari bog'chaga boryapti. Xudo xolasa jahon va olimpik chempion bo'lib, O'zbekiston bayrog'ini jahonga tanishni nasib qilsin. Uka dehqonchiliklaringga, kasb-koringga Alloh barakat bersin. Amin. Allohu akbar. Klishkani ham tampadi. Ashir Hoji bova, davraga o'tib kelasiz. Yeshanbo o'tib kelasiz davraga. Shokir polvon davraga kelasiz. Mahtumqul polvon bu yoqqa kelasiz. Muxtor polvon davraga kelasiz. Kelinglar meni yonimga. Narta polvon davraga o'tib kelasiz. Xurri polvon davraga o'tib kelasiz. Otabek polvon davraga o'tib kelasiz. Kelinglar, kelinglar. Volishni bir duosini bering. Nabiy polvon kim buyoqqa? Yo, bu oladigan emas, beradigan bu. Ha. Yekanliki bo'lmadi. Yekanimiz mayli. Ilhom Boltayev bu yoqqa. O'tib kelamiz, men chaqirgan so'zlar. Shokir aka keling bu yoqqa. Qani Shokir aka? Shun kurashib hamma joyda bizni mana shu qishlog'imizni, rayonimizni, viloyatimizni himoya qilgan bolalar. Ko'xa baqaki ko'xa. Qodir polvon rahmatli ustozimizning o'g'li. O'tib kelingizlar. Yeshanbo'm qani? Yeshanbo'm kessin bu yoqqa. Yeshanbo yana bir chiqish qiling. Narta kel yoqqa. Yeshanbo'jon keling. Shu qishloqdan kurashgan Murch polvon bormi? Murch polvon. Ismlari Ollamurod zo'r olishgan uchun mana qirpi deysizlar-ku, shundan Murch bo'lgan. 190 neksiyani olib turar ekansan, simichkasi ham jeydi, boshqa joyda to'yib bor ekan. Bor, simichka sochilib qoldimi deb. Qodir polvonning o'g'li bormi? Keling. Yeshanbo'jon bir duo berasiz. Kurashimizni mana chiroyli o'tyapti. Shu avvalo to'y qilgan yigitlarimizga, 90-yil bolalarga yana duo berasiz. Keyin boy bu yerdan keling. Keyin aka ukalar, mana Yeshanbo'mizga so'z beramiz. Yeshanbo'm bir duo qilib bersin chiroyligina. Mana Yeshanbo'jon. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allohim mana shu bugungi o'tadigan Navro'z bayramlarimizda chiroyli yaxshi o'tyapti. Assalom yaxshi o'tyapti. Allohim mana shu duo talab qilib turgan ekan elimizni, xalqimizni mana Bahodir boy, Eshbek polvon, Allohim Allah shifo bersin. Bola chaqalarning boshiga omon-eson, sog' salomat, Alloh umrlarini uzoq qilib, shu kishilarni, bemorlarni hammasiga shifo bersin. Shifo talab qilgan ekan. Allohim duolarimizni ijobat qilgin. Rahm qiluvchi Alloh ham o'zi so'ramasdan beruvchi Alloh ham to'liq
o'zi duolarimizni ijobat qilsin. Har bir xayriyat, yaxshilik faqat Alloh tarafdan bo'ladi. Allohim duolarimizni ijobat qilib, mana shu duo talab qilganlarga umrlarini uzoq qilsin, tan jonlarini sog' qilsin, oila anjumanlariga sog' salomat, eson-omon qaytib kelsin. 90-yilgi nevaralarimizga yana bir bor duo qilamiz. Umrlari uzoq bo'lsin. Mana qilgan xayr ehsonlarni Alloh daryoga qabul qilgan bo'lsin. Ilohim yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Mana shunday to'ylar, bayramlar shu tinch yurtga yarashadi. Davom etaversin. Polvonlarimizga ham kuch-quvvat berib, hammasini Alloh kuragi yerga tegmay kuch-quvvat bo'lib, sog' salomat yaxshi o'yinlarni o'tkazishlikni Allohim o'zingdan so'raymiz. Allohim mana shu duolarimizni ijobat qilib, mana xalqimizni, yurtimizni ko'z tegmasin. Endi mana shu Navro'z bayrami yana kelgan ko'ylarga sog' salomat mana shu yerda xalqimizni Alloh o'zi panohida asrab, sog' salomat eson-omon yetib kelishlikka o'zi nasib qilsin. Rahmat eshim, bu hali ham daftardan masini ochgan yo'q. Bu tarqamay turing, bir minut. Mana shu bobomiz, hoji bobomiz ko'p farzand. Oltdagi mashinalarni olsin deyapti. Menimcha ko'chada kimning mashina bo'lsa 820 damas og'aylar endi bu shunday bo'lib qopti. Yaqin turgan mashina olinglar, xavotir bo'lmanglar. Bu endi o'zlaring mollaring. Olinglar, iltimos qilyapti bular. Ashir bobo bir duo bering. Assalomu alaykum. Uzoq yaqindan kelgan mehmonlar, mezbonlar mana Qo'shtegirmon qishlog'ida katta kurash bo'lyapti. Kurashning sababchilari mana shu ko'rdim xalqi. Alloh shularga quvvat bersin, tinchlik xotirjamlik bersin, niyatlari xolis bo'lsin. Bekovlarga ham rahmat, to'ylar sog' salomat bo'lyapti. Tinchlik xotirjamlik bersin. Inshaalloh duo qiling. Rahmat sizlarga. Allohim sizlarga ham umrlaringiz uzoq, tani jonlaringiz sog' bo'lsin. Mana shu elimizga oqsoqol bo'lib yurishdan Alloh o'zi qo'ymasin. Mahdim Qulov polvon bir kelasiz, 90-yillar bolalarning bir sovg'asi bor ekan sizga. Keling bu yerga. Og'aylar, mana shu yigitni taniysizlar. O'zbekistonda ori, O'zbekistonda iftixori. O'zbekiston iftixori ordeni sazovori. 3 karra jahon chempioni. 4 karra Al-Hakim At-Tirmiziy xotirasiga turnir g'olibi. Senlar yedilaringdan ham mikrofon. Bir qarsak bo'lsin. 90-yil bolalar niyat qilgan ekan Mahdim Qulov polvonga bir sarka 500 ming deb puli joyida sarkasini berasizlar. Amin. Olib kelay mikrofon. Yedi. Qo'y berib o'tirganlar. O halol mana. Bo'ldi. Bo'ldi halol. Arslon polvon halol bosdi.
Ozgina texnik sabab bilan mana baliga mikrofonim buzilib qoldi. Mikrofonchilarimizga eng oliy baho. Nima deyman boshqa? Uka. Kel bu yoqqa. Angordan. Dilshod polvon Angordan. Termizdan Samandar yozamiz. 250 ming bitta pasilkasi bor. Amin. Allohu akbar. O'rta o'tib kurashamiz. 1 soat shu mikrofonlar ichida tursin, 1 soat. To'yga qanday qilasizlar bilmayman. Firdavs polvon chap qo'limda Tanlimarondan. Qaraqir Arslon 200 ming. Kurashamiz bolalar. Uzrda ozgina mikrofon shunday nosozlik bo'ldi. O'zlaring uylaringda sibitam o'chib qolibdi. Muzlu apteka ukamiz o'tib kelinglar, muzlu apteka. O'tib keldilar, muzlu keldilar. Bo'ldi. Muzlumiz yo'q, salqin o'tib. Polvon halol bosh zotini beringlar. Halol haromga qaranglar, endi kattartiramiz olishimizni. Bo'ldi, kurashmayman deysan, u sizga qoyil bo'libdi, katta deyapti. Kurashmagan odamni majburiy urib kurashtirmaymiz. Ertaga statiyasi bor, mana bu yerda hukumat milisiya qo'ydi. Bismillah. Og'aylar mana olishgan bachalar to'g'ri hozir Madaniyat qishlog'i maktabiga borasizlar. Shokir akam bilan nima bakovul marta polvon o'tkazadi. Boringlar. O'zga polvon qarortirgan. Bismillah. Miroshoh polvon Termizdan 250 ming pul bor. Amin. Halol kurashni yo'q. Izingdan keldimi qo'ltoylar? Bu yoqqa kel polvon. Ekranga yaxshi zot qo'yaman. Bu yoqqa kel. Bu yoqqa kel. Bu yoqqa kel. Ismi nima polvon? Bu yoqqa yaxshi zot qo'yaman. Bu yoqqa kel. Polvon yaxshi zot qo'yaman deyapman. Sen bu yoqqa kel. Ukajon sen olishavermaysanmi? Muhammad Karim bo'ldingmi? Zohid bo'ldingmi? Bosganing, yiqilganing nima u? Yerani olishtirmaymiz-ku. Isming Nurmuhammad o'ng qo'limda kaftarxona Termiz tuman. Isming Zafar Qoraqir bir sarkasi bor. Amin. Allohu akbar. Halol kurashda. Men senlarga yelanmayman. Ya baraka brasovga qo'shib ber jibatda. Katta polvonlar jo'nating. Mana iziga chiqyapti. Polvon isming Mahmud Qayrondan, Nortoy Qo'shtegirmondan. Bu yoqqa ham 200 ming bitta blenderi bor. Amin. Allohu akbar. Halol kurashsan o'rtaga. O'ng qo'limda mana yoshlarning zo'ri. Asad polvon Qaraqirdan. Odil ukamizning o'g'li bizga nevara bo'ladi, jiyan bo'ladi. Dilshod polvon Angordan. Samad. Bu ikkovining haqqiga
qaranglar. Bir sarka Qaranglar. 500 ming puli bor. Amin. Allohu akbar. Qaranglar, kuymasin, jelaga e'tibor qilinglar. Bo'ldi romansiga e'tibor qilinglar. Vaqtim qilib olgan. Qarang mana shu ikkoviga. Siz qarang. Narigi madaniyatdagi maktabga o'tirasizlar. Kurash boshlandi. Hayda, qayerga borasan? Qayerga? Qayt. Katta kurash. Madaniyatdagi ham juda katta kurash. O'n qo'limda. Yusuf Polvon yozing, o'n qo'limda Angordan Yusuf Polvon. Qora qirzoni bu. Bir pasatga 200. Amin. Allohu akbar. Qiziriqdan Asilbek, beyin kurashman. Abbos Jarqo'rg'on, Yashamayman. Jarqo'rg'on Qiziriq 200 ming. Amin. Allohu akbar. Muhammad Bandixonlar Angor Asilbek 200 ming. Allohu akbar. Og'aylar mana mehmon keldi shoshibdi. Mana shu yigit o'zi kurashyapti, mana shunaqa elni to'yiga bir ehson qilib, o'zim nomidan zot qo'yyapti. Allohdan so'raymiz, Robbil Izzat Parvardigor shu yigitimiz elimizni, yurtimizni shon shuhratli uchun kurashadigan yigit bo'lsin. Beko'z travma olmasdan tovoqlarga olishi bo'lsin. Qirpini nomidan 100 ming so'm bitta pasilka. Amin. Allohu akbar. Obod. Qirpiga bir qarsak bo'lsin. Tushur, olvansan. Keyinni turma. Keling, mana shu yigitni ko'rganing bormi? Kel. Kel. Men boya aytdim, yo chiqmasang bosib beradi. Kiming bosan? Hayda, shu yigitni ko'rganing bormi? Odam tanlamay olishadi mana shu. Bobur Polvon sherdan. Sentrdan Cherniyas Polvon 150 ming puli bor. Amin. Halollik qilasiz, ishim bo'ldi yo'q. Mallay o'yna, baqirib baq jonim chiqdimi? Angor to'yda va deb sakradim, oxir ko'z tegdi senga. Tavakal olishadigan polvonlar bir ko'rinish qilinglar bilan. Qarab turibman. Tavakal olishadigan bolalar bir kelinglar. Kel mana shu yigitga, mana shu yigitimiz 73 kiloda viloyatimizda finalda kurashib, Angorimizda obro'si uchun kurashgan. Mana shu yigitga bir qarsak bo'lsin. Ismi Javohir, o'zimizni Angordan. 73 kiloda ko'rgan bo'lsalaring, viloyat kurashida 73 kiloni birinchi, ikkinchi o'rinni olganlar o'zimizni Angorlik yigitlar bo'ladi. Rahmat shularga bir qarsak bo'lsin. 90-yillar ham olishaman deydi, o'lganim olishdi. Sizlar bir ketmoqlik, Rosa chetaqdilar. Pulga olib o'tirib pul berdi javob kelar. Jo'shqin polvon ertaga musobaqasi bor ekan, eldan duolaydi deb mana zot olib ketdi. Amin. Alloh taolo yuzini yorib qilsin, nasib bo'lsa oltin medal olsin. Uyida to'ylar qilib medal nishonda bo'lsin. Allohu akbar, rahmat mana. Polvon polvon bilan Meddi polvonni shogirdi ekan, o'zimizni nevara ekan. Rahmat, ertaga yaxshi kurashdi. Tava qolishaman degan bolalar bir ko'rinish beringlar. Soat
Eşim bu mom ketibdi, qani boyabachcha. Tavakka olishaman degan bolalar ko'rinishga men zotni taylab yuraman, olganing olasan, olmaganing qolasan. Oshnang bo'lsa ham bu yerda o'zi begonani bosmaydi, oshnani bosadi, o'rtani bosadi. Ha, origa ketdi, origa, qara, bo'ladigan bo'lsa bo'ladi. Ya kurashmaydi ekan, o'zi bilan qarang, bu yigit bor-ku, biznesmen bola, o'zi olishmaydi, origa ketdi-da. Sen polvonsan, sen Ravshanni o'g'limi? Mana ko'rdingmi? Bu olishmaydi, biznesmen bola u. Ishim bu. Kebakalar. İsming? Jonibek Qoraqirdan Termiz namuna Abdurazzoq. 100 ming. Barani qiyozdir 100 ming. To'qson olishaman degan bolalar bor ekan, o'tib keldi, ikkidan ke. Lekin 93da bir narsasi yaxshi ekan, o'zimiz zot qo'yamiz, o'zimiz polvonga deb. Kimlarga? Ilhom akasining o'g'lini bosib turib, sentrdan Sherniyoz mana talab qilyapti. Javohirga kelay. Ke Javohirga. Javohir kim chiqsa chiqadi, chiqmasa zotingni beraman 500 ming. Amin. Aylan, to'ydan tovuqcha. Saman polvon o'tibdi, oy ko'rasan. 90 yil. Ha? Ke Saman polvon. Qani, sherigi qani, seni kurashtiraman. O'zim to'yimda o'zim o'ynadim dedi-ku, opchi, qolishtirdim. Çok oynadık. Arslan. Qoraqir. Shahzod Xizrov 200 ming. Amin. Yo'q, yo'q. Nima bo'lgan o'zi? Masalan, 529 da uryapti bir mashin borlar. Har kunlar. Bak, yaxshi narsani gapirib ket, qulab kelmana. Og'am yonib ketdi, bu nima bo'ladi? Kelay, mana origa kelib turibdi o'ya. Bo'ya bosgan bo'lami, origa. Bu yerda orquvib olishadi bolalarimiz. Tovoqqa ko'rinish qilinglar, bolalar, tovoq qaylayverma, armon bo'lib qolasizlar. Kelinglar. Kahraman aka, malle borgan qarang malle. Og'aylar tovoq taylayman. Men qarab o'tirmayman, polvonga ishmat-toshmat demayman og'aylar. Davrani boshlayman, bir qo'chqor 1 million. O'zing kelib ko'tarasan, olishadi. Davrani ikkinchi tovog'i. Bir sarka 500 ming. Davrani uchinchi tovog'i. Bir sarka 300 ming. Ziyalar ham bu yoqdan Otabek kelyapti. Birinchi tovoq kim ko'tardi, men oldimga kelsin. Bobur. Bek polvon ko'tardi. Bo'ldi. Suhrob nechanchi tovoq ko'tardi? Ikkinchi tovoq. Ha. Suhrob polvon namina ikkinchi tovoqni ko'tardi. Akbar
Akbar Qiziriqdan Klichkasi Putin kurashadi. Amin. Allohu akbar. O'sha ishda yo'q, mana Said polvon ko'tardi. Said polvonga ke. Iskandar hayda. Xudo ixtiyoringni bersin. Elimizga kelib tovoq ko'tardi. Sen hozir rayonda katta polvoni majbur olishasan. Hayda. Amin. Iskandar polvon Angordan, Said polvon Sho'rchidan. Kurashlariga qarab yana qo'shib ketaveramiz. Bir sarka 500 ming. Allohu akbar. Amin. Hayda İskender, zaten yok bu yerda. Marks bugün aga. Bo'ldi. Zaten. Tovoq ko'taring, sen nima qaraysan? Sen aylanib ketaver. Birda. Yo, bir. Ikki. Bir deb ko'tardi mana shu. Bir turibdimi? Bir qo'chqor. Ha, birni ko'tardingizmi? Birni ko'tardim, birni. So'rayapti. Pochta tovoqda aylanib ko'targan bilmayman. Mana birni ko'taribdi-ki. Bo'ladimi? Bo'ldi. Qumqo'rg'ondan, Jarqo'rg'ondan bu Mongol ismi O'ral polvon Jarqo'rg'ondan. Bekzat polvon o'zimizni Qaraqirdan. Amin. Ikkovi davrani bosh tovog'iga kurashib beradi. Halol kurashasizlar, zotlaring ustiga aynan qo'yib ketaveramiz. Allohu akbar. Sen boysunki, biz uchun boysun. Evet, tovoq polvonlar, hozir mana narsa polvon kurashni boshlayapti. Kurashganlaring shu yoqqa o'tirasizlar. Tovoq ko'targanlar davraga chiqib, halol tomosha berasizlar. Marhamat, tovoq ko'targanlar hayda. Javohirga kelinglar, nomiga qo'yilgan. Hammalaring kelib bu yerga turmanglarda, mana javohirga qo'yilinglar, ustiga zot qo'yinglar. Latif polvonga kel, mana bandixondan shu bola. Kel. Qaysin kelasan Latif polvonga? Bandixondan Latif polvonni ko'rganing hayda davraga. Polvon juda uzoqdan kelgan, kelinglar. Polvon aka 500 ming nomingizga birontasi chiqsa kurashasiz, qo'shamiz, bo'lmasa aylanib o'tib ketasiz zot. Amin. Allohu akbar. Navruz ukamiz aptekarda nomidan mehmon keldi, 1 million so'm. Topganlari to'ylarga ketkazilsin, yaxshi kunlariga ketaversin. Kasbkoriga Alloh barakat bersin. Amin. Allohu akbar. Sherikka kurashtirang. Jarqo'rg'on Akbar polvonga o'tib kelasizmi? Sizga talab qilyapti. Sherni bekki. Sherni bilan kurashaman deganing-ki, buni kurashtirang, sababi shu yerda o'zini polvoni. Akbarjon o'ng qo'limda. Bu yigit ko'plab musobaqani g'olib bo'lgan Jarqo'rg'ondan. Termiz Bahodir. Bir televizor bor dedilarmi? Yaxshi zot qo'yamiz bularga. Televizorlaring bormi? Domla. Domlami eshitmay qo'ying. Shu ekavga bitta katta 5 millionlik televizor bor. Amin. Allohu akbar. Yapar aka. Yapar. Rashki. Eşan bu nima katta bu siz nomingizdan patakda zot aytaman. Mayli. Kel Rashid polvonga, mana ijtimoiy tarmoqlar qiroli. Shera. Ijtimoiy tarmoqlar qiroli Klichkasi Rashid Salto degani mana shu yigit bo'ladi. Kelinglar. Dunyo taniydi bu yigitlarni. Shu qishlog'imizga kelib Chiqsa bo'lmasa, qani kerashga biroq. Kesin. Bering bitta iloq qo'ying, biz domla qo'ying. Rasid, Shera,
Sho'ng'chilik bosdi. Yerlar akini katta chaqiring. Og'aynilar shuncha el kutib qoldi. Ham qishloqlarimiz kutib qoldi. Tovoqchi bolalar tez-tez aylaninglar, kun ham qizib ketyapti. Madaniyatdagi to'y boshlandi. Katta to'y, juda ham katta to'y. Katta el, katta xalq. Norbek polvon bir ko'rinish qilmadingiz-ku, Norbek polvon? Qarang. Jaffar aka. Norbek yonimga o'tib kel. To'y o'zimizniki, to'yi. Davom etamiz, kurashamiz. Ahtim polvonni aylaning, tovoq bor. Polvon davrani aylansiz bo'ldi, bo'lmadi, qarash tovoqda. Kurashamiz polvonlar, kurashamiz. Davra sovib qoldi. Tovoq polvonlar. 3-tovoq meni yonimga o'tib kel, 3-tovoq. Surxondaryomizda, Qashqadaryomizda borib birinchi tovoqni olishgan yigit hozir ozgina Licheniyada Xudo xolasa yana kurashni boshlaydi. Mashq qilyapti. Shu o'zimizni jigarimiz shu yerdan chiqqan. Mana aql polvonga bir qarsaylar bo'lsin. Xudoyim taolo shifoyi karamidan berib, Robbingiz ham yanada mana shu elimizni xursand qilib, birinchi tovoqlarga olishni o'zi nasib qilsin. Amin. Parvardigoro, mana shu yigitlarimizni, yosh bo'ladigan yigitlarimiz mana shu aql polvon va aql polvondan zo'r bo'lishni Alloh nasib qilsin. Amin. Allohu akbar. Qurib bo'lmaysiz, to'ydan cho'g'cha. Kurashamiz, qani tovoq polvonlar, tovoqchilar qani? Tovoqqa cho'g'ib chiqqandan keyin Yashashadi, seni chaqiramiz. Said bilan Iskandar Kebeka. Bekki bilan O'ral Mongol Kebeka. Shuhrat bilan kim edi? Shuhrat bilan kim tovoq ko'tardi? Ha, Putin, Akbar, kelinglar ey. Akbar bo'lay, ko'rsatgingiz ham, shu yerdan ko'rib turibdim. Mana O'ral polvon Jarqo'rg'ondan birinchi tovoqqa bir tarafida kurashaman deb keldi. Bekki polvon keling o'rtaga. Iskandar ke. Javohirga kelinglar, Javohirga kelmasalar o'z zotini beraman. Javohirda ham bu siqimda ushlab o'tirmaylik. Sen nevara olsinlar ko'raman. Keling, birinchi, ikkinchi, uchinchi tovoq yonimga kel. Mana mehmon polvonlar kelib turibdi. Bekki polvon chiqib keling. Said Sho'rchi, kel oldimga. Putin kel. Latif polvon davraga bir aylaning, bo'lmasa zotingizni beramiz. Aylaning Latif polvon.
Og'aylar, mana Norbek ukamiz otasiga rahmat, shu qishloqda deydi, orimizga olishib yuribdi deydi, aql polvon o'rtaga bir qayta kelsin. Meni nomimdan 1 million deyapti. Norbek ukamizni ham Alloh kasbi korlariga barakot bersin, yuzlari yorug' bo'lib yursin. Mana aql polvon kelib Norbek fermerning nomidagi 1 millionni olib ketasiz. Amin. Allohu akbar. Şöyle belki. Muhalif bilmiyor mu? 90-yillar olishaman deganing kenglari. Mana kelyapti sinfdoshlaring. Biz olishmaymizmi, to'ydi biz berib deyapti. Putinki. Qani Shuhrat? Bekki qani Bekki? Bekki jiyan qani? Birinchi tovoq. Latif polvonga bormi kelyoqa? Og'aylar, Latif polvon Bandixon degani shu. Birinchi tovoq olishyapti. Farqi yo'q, Lubboy polvon bilan kurashyapti. Bo'lmasa zotini beramiz. Bularni qadrlashimiz kerak. Issiqqamida ushlab o'tirishga haqqimiz yo'q. Bormi? Bormi Latif polvonga? Yana bir kurga aylanib polvon aka shunaqa talab bo'lyapti. Shuna bir aylanib. Banalar ajratib qo'ydi. 90-yillar kelyoqa. Qo'shda Girman Samandar polvon. Ismi. Baxtiyor bilan Samandar cherdi mahalliy polvonlari. Soatini 90-yilda afshak borki qo'ygan. Shu qo'yadi. Amin. 1 million. Allohu akbar. Halol bo'lsin. O'zlaringiz berasizlar zotim, men problema qilmayman. Domladan oyligi yaxshi, 30 million. O'zlarini sarkasi bor ekan, uylarni berasizlar. Allohu akbar. Tamam. O'zing qo'ygan narsani o'zingga qaytarib qo'ymayman. Og'aylar, mana voy bobo, shu maktabda o'qigan Klichka boy, Lubboy komandirdan ziyod bersang ham pulingni oladi, bermasang ham oladi. Boyning nomidan 100 ming so'm. Amin. Topganlar to'ylar ketsin. Alloh. Shu maktabda o'qigan. Rahmatli ustozlari, meni otam rahmatli ekan, joyi jannatda bo'lsin, yaxshi o'qirmidingiz o'zi? Odam bo'lsa 5 qo'ygan ekan, agar nechiya bo'lsa, kayfiyat bo'lsa 2 olar ekan. Uraraman deb aytdi. Rahmat. Jabbar aka tovoq keldi. Baqa. Ke. Olsak deysiz tovoqlar. Davramizda ikkinchi tovoq, to'g'rimi? Ikkimi? O'ng qo'limda Akbar polvon, laqabi Putin, Qaraqirdan. Chap qo'limda Suhrat polvon, Namunadan. Bularning zoti bir sarka 500 ming puli bor. Amin. Allohu akbar. Halol kurashib olasizlar. Iskandar polvon keling bu. Og'aylar, mana shu yigitimiz Iskandar polvon Teshikto'badan. Hozir aql polvondan keyin katta polvon shu shu yigit bo'lib turibdi. Bu yigit yoshlar bo'yicha kurashdan jahon chempioni. Hozir mana Xudo xolasa inshaalloh bu yigitga ham duo qilamiz. Birinchi tovoqlarga olishib, Angorda bayrog'ini ko'tarib yursin. Iskandar polvonga bir qarsak bo'lsin. Rahmat. Qani Said? Said nevaramiz qani sho'rchidagi Said? Kelinglar ey. Buncha odamlar biz siqishib turmaydi, hammasi o'zining ishlari bor bularning. Said nevara hayda. Bekki jiyan qani? Birinchi tovoq ko'targich Bekki. Kechiyan mana O'ra polvon kutib o'tiribdi sizni. Qo'lni baylayapti. Latif polvon zotini beringlar. Rahki. Hoji kam bo'ldi.
O'ng qo'limda yozamiz. O'ng qo'limda Iskandar polvon Angor tumanidan. Chap qo'limda Said polvon Sho'rchi tumanidan. Ikkovini bir sarka 1 million puli bor. Amin. Halol kurash tomosha berasizlar. Allohu akbar. Keldi birinchi tovoq. Og'aylar mana davramiz bosh tovog'i. Chap qo'limda o'zimizni Qaraqirdan Bekki polvon. O'ng qo'limda Jarqo'rg'ondan O'ral polvon, Kilichkasi Mangol. Ikkovi davramiz bosh tovog'iga olish tomosha beradi. 1 million 5 yashar qo'chqari bor. Amin. Allohu akbar. Ey o'rtada olishasizlar. Qahramon polvon, o'zingiz qaraysiz birinchi tovoqqa. Savobini bo'ldi bo'lmasini o'zingiz javob berasiz. Siz katta polvon bo'lib olishgansiz, birinchi tovoqqa o'zingiz qaraysiz. Akbarga. Akbarning raqibi qancha chiqib kelinglarda tez-tezda og'aylar. Nariyoqda to'ygan borish kerak hozir. Ko'zingizni yumib qarang. Mallay borish, ey, tez. Endi ko'ringchi. Yana shuni jelak. Yana shu jelak bu tomonga kelib keldingmi? Ey ukajon. Bitta narsada mana bu yigit sen mana shu yigitni mana yerga oring bor ekan, talab qilib chiqding. Yo'q, to'xtab tur. Talab qilib chiqding, otasiga rahmat shu Akbarni talab qilganing uchun hurmatingga keldi. Kelgandan keyin standart jelakni kiyib kel. Jelaklar bir-biriga mos kelmasa, birovni haqqini birov yegani bo'ladi. Haqlaringni yemanglar, halollab bosib olinglar. O'ng qo'limda Akbar polvon Jarqo'rg'ondan, chap qo'limda Termiz Bahodir bor. Polvon. Bularda 6 millionlik o'rtasiga televizor qo'yilgan. Amin. Halollab kurashsin. Alloh. Javohirga. Kela Javohirga kela. Buni ham ishlab o'tirishga aqlim yo'q. Hojivon o'g'li. Isming nima sening? Bilmayman. Oybek polvon. Oybekjon. Javohirga hech kim yo'qmi? Rozimisizlar tovog'ini bersak? Qo'yib ol deyapti, qo'yib ol deyapti. Qahramon. Nima bo'ldi? Kim ko'rdi? Vaqtim qilib polvon ko'rgan bo'lsangiz nima bo'ldi shularniki? Siyomka bormi siyomka? Ey odamlar bo'lgan yo'q deyapti, ey yoqda. Ey u yoqda odamlar bo'lgan yo'q deyapti. Shuhramjon men ko'rganim yo'q. Men o'zim bilan o'zim yotdim. Agar siyomka bo'lsa, telefonga tushgan bo'lsa olib kelsin, men ko'raman. Menga farqi yo'q, kim qayerdan halol haromini aytib beraman. Yonbosh burada keyin tortdi. Tortdi-da. Katta polvonni yonboshda o'zi. Valla xizmat ras birman suqrab. Polvon ko'rib ayting, nima bo'lgan bo'lsa aytasiz menga. Og'aylar birinchi, ikkinchi, uchinchi tovoq olishyapti. Bir qarsak bo'lsin, hammamiz farzandimiz shunday bo'lsin. Mana shular hozir shu yerda kurashyapti. Viloyatga chiqqandan keyin Surxondaryo nomidan kurashadi. Respublika musobaqalarida. Jahonga chiqqandan keyin O'zbekiston nomidan kurashadi. Bular bilan faxrlanishimiz kerak. Kelajagimiz shunday bo'lsin. Polvonlarimiz ko'p bo'lsin, yurtimiz tinch bo'lsin. Tanti polvon otanga rahmat, bo'lmadi dedi ona Suhrob polvon qayta olishyapti. Rahmat sizga. Bo'ldi, aka. Kurashamiz, og'aylar.
Domilla bir kengda. Domilla. Shokir aka. Mana navbatdagi so'zimizni Shokir akamiz biz ustozimizga beramiz. Og'aylar mana bakovul, bosh bakovul madaniyatda hamma o'tsin deyapti. Zotimiz ko'p, ertalabgacha olish deyapti. Polvonlarni o'tishini xohlayapti. Bor, elingizda kurash beradi. Marta polvon, Shokir polvon sizlarga xudo kuch qo'yib bersin. Rahmat kelganlaringiz uchun Shokir polvon, Marta polvon rahmat sizlarga. Hozir biz ham o'tamiz xudo xolasa. Kurashamiz og'aylar, shuncha xalq kutib o'tiribdi, kurashamiz. Nevara yo'qki, sen ham o'sadigan bo'lasan, Ravshan o'g'li. 200 ming, biroq chiqaman desa olishadi, bo'lmasa zotini beramiz. Allah'ım ne oldu? Kurashamiz og'aylar, kurashamiz. Qimillamay turinglar, 10 minut kurashdan qolamiz, 10 minutda. Kurashamiz og'aylar, kurashamiz. 10 minut vaqt kurashamiz. Bekki polvon chiqib keling, birinchi tovoq. Chiqib keling. O'ral polvon chiqsin deyapti. Bergan betiga qaraman Allah. Mana shular angorimiz kelajagi. Telefon yetdi. Nada. Katta polvonlar olishamiz. Eshituvanglar. Nechiyaga haq bermayman, u elda to'yi. Shaxsda to'yi bo'lganda berardim. O'shaning uchun mahkam olish. Bossang olasan, bosmasang qolasan. 90-yil kelgan. Esir tarqatib yuboringlar debdi. Qani bu shering qani.
Baxtiyor, qani Baxtiyor? Yekovga bir sarka qo'yaman. 1 milliondan bekor. Qayerdan olasizlar o'zingizlar to'g'risi? Yana o'g'irlik qilgan jinoyat bo'lgan. Meni ham sherik qilib. 90-yillar bir qimirlasam, no, ho'kizib ketadi. Rahmat, mana kelasi yil 91-yil Xudo xolasa estafetani tortadi. Ulardan iltimosimiz mayda zotlarni, pasilka-masilkani ko'paytiringlar. Chunki yoshlarimiz ko'proq yosh bolalar mayda chuylarga olishadi. Ot, tuya imkonlaring yetsa qo'yinglar, bu o'zlaring himmatlaring, o'zlaring obro'laring. Sababi Xudo xolasa shu yerlarda ham o'sha mahalla to'ylariga otlar, tuya qo'yilsin. Jahon olimpik chempionlar kelib tursin. Xudo xolasa, amin. Allohu akbar. 91 sizlarga aytayapman. Sizlar mustaqillikning mevasida chopki bo'ladilar. Kurashamiz, o polvonlar, aylanmaymiz, kurashamiz. 5 minutdan keyin tarqataman chunki nariga og'ayinlarda ham olish boshlandi. Bo'ldimi, boshqa mashina yonib ketmayapti, urilmayapti, normal nima bu? Sherni polvon o'tib kelmaydi. Sherni bora bu yoqqa kel. Bular o'zi o'quvchi ekan bu yoqqa. Mana polvonga zot berasizlar o'zlari. Narigi sheriga qoyil bo'libdi. Rahmat polvoncha, rahmat. Bularni avlodi olishgan. Ko'zimda og'ayinlarim. Sen qoyil bo'lganda raso qilarding. Ey Akbar sheriga nima bo'lyapti? Qani bu? Olishmaysanmi? Akbar o'zini chiqarib ber. Olishaman deyapti. Kelyapti? Chiqayapti. Akbarjon zotingizni bering. Chiqayapti. Polvon oyog'i bo'lmabdi. Chiqayapti. Bo'ldi, shu bolani zoti beriladi. Chiqayapti. Ya olishaman deyapti. Bo'ldi, olishasizlar. Zotini olib kelib qo'y, ikkovini zotini beraman. Sherini var o'tdi. Sherini veramiz shu yerda. O'zimizni polvon nomiga 300 ming qo'yildi va zoti berildi. Rahmat sizga Sheri. Trokani kuchaytirish kerak. Molodez, rahmat. Qo'qon berdi. Shu kurashni qarab turmas, mayli. Qo'qon kurashni nazorat qilsa qarayapti tovuqlar. E'tiborli bo'ling, armonda ketmasin, bular yoshlar qo'yim zo'ri. O'zbekiston chempioni. Hech kim kuymaslik kerak. Ertaga faloncha qishloqqa borib shunday bo'ldim, faloncha bakovul shunday qildi degan gap ularni yuragiga botadi va bizning yuragimizda qoladi. Akbar polvon g'alaba qozondi. Bir qarsaklar bo'lsin. Zotini ber. Shunday bo'lish kerak Akbar. Chokir. Nima? Qo'ydi. Bir qarsak bo'lsa nikoh yeyishyapti sho'rchangur.
Amin. To'yga ulashsin. Hammani shunday to'ylarga yetkazsin. Ehson qiluvchilarni topganlari to'ylarga ketsin. Amin. Allohu akbar. Mana kurashimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Kurashgan